Bloger bo'laman degan har bitta insonda o'zini yo'nalishi bo'ladi, jigarlarim. Meni yo'nalishim mana shu davlatlarni maqtab, aholisini bir-biri bilan do'st bo'lishga chorlash. Ko'tarilish, mashhur bo'lish, soqqa qilish. Bu haqiqat gap. Xohlaymanmi, yo'qmi, jigarlarim? To'g'risini aytaman, yashirmayman. Keyin yana bitta narsa. Kommentariyaga nima bo'ldimi, tugadimi, chiqarmay qo'yding deydigan insonlar. Endi ora-orada boshqa video ham qo'yib turaman-ku. Asosan qo'yadigan videom O'rta Osiyo tronni birlashishini xohlab, shu haqda video qo'yish. Yomon emas, Allohga shukr. Yaxshi insonlar kelib, podpiska bosib, like bosib, kommentariy yozib, repost qilib, poddershkasini qilyapti. Alloh rozi bo'lsin. Endi nima deydi? Yomon insonlar bor. Videoni ko'radi, o'tkazib yuboradi, ko'rmaydi ham, g'alaba kirib tashlaydi. Unaqa insonlar doimo bo'lib kelgan, bundan bergan bo'ladi. Jonlaring sog' bo'lsin. O'rta Osiyo tron doimiday nomer 1.